Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Amaliy matematika fani bo'yicha navbatdagi ma'ruzamiz tekislik tenglamalari, tekisliklarni yasash va tekisliklar orasidagi burchak. Mavzumizning rejasi quyidagicha. Tekislik tenglamalari, ularning xususiy hollari, tekisliklarni yasash va tekisliklar orasidagi burchakni topishga bag'ishlanadi. Demak, fazoda berilgan ma'lum bir tekislik tenglamasi, umumiy tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerda demak ax plus by plus cz plus d ko'rinishidagi tenglama. Bu yerda a, b, c va d lar ma'lum bir koeffitsiyentlar. A, b, c lar birlik, demak mana bu uchlik tashkil etuvchi vektor. Bu shu tekislikning normali, ya'ni shu tekislikka perpendikulyar yo'nalgan vektorning koordinatalarini ifodalaydi. Demak, m0 bu o'sha aytaylik tekislikda yotgan biror bir nuqta bo'lsin. Aslida bu tenglama hosil bo'lishi uchun biz vektor yasaymiz. m0 va shu tekislikda yotuvchi biror bir ixtiyoriy nuqtani olib, x, y, z nuqtani olib, ikki nuqta orqali o'tuvchi, demak ikkita nuqta berilgan bo'lsa, biz bilamiz vektor yasay olamiz. Bu vektor va mana bu koeffitsiyentlar a, b, c dan iborat bo'lgan vektorlar o'zaro perpendikulyar. Ikkita vektorning perpendikulyarlik xossasiga ko'ra ularning skalar ko'paytmasi nolligini hosil qilib qovuslarni olib chiqsak, mana shu tekislikning umumiy tenglamasi deb ataluvchi tenglamani hosil qilamiz. Va tekislikning xususiy hollariga demak murojaat qilamiz. Xususiy hollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, bir tenglamamizda d 0 ga teng bo'lsin. Agar d 0 bo'lsa, demak tekislik tenglamasi quyidagi ko'rinishga keladi. Bu tekisligimiz demak koordinata boshdan o'tuvchi tekislik ekanligini anglatadi. Navbatdagi ikkinchi holat d0 va c0 bo'lsin. Unda bu tekisligimiz ax plus by teng 0 ko'rinishga keladi. Bu tekislik oz to'qqa orqali o'tishini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek d0 b0 bo'lsa, mos ravishda u oy o'qi orqali o'tadi. d-imiz va a-imiz 0 bo'lsa, u ox o'qi orqali o'tuvchi tekislik ekanligini anglatadi. Mana uchinchi holat a0 bo'lsin. Unda by plus cz plus d ko'rinishda bo'ladi. Bu tekisligimiz ox o'qiga parallel bo'ladi. Xuddi shuningdek, agar b0 bo'lsa, unda bu ax plus cz plus d ko'rinishidagi tekislik oy o'qiga parallel bo'ladi. Shuningdek, c0 bo'lsin. Ya'ni z oldidagi koeffitsiyent 0 bo'lsa, oz o'qiga parallel bo'lgan tekislik hosil bo'ladi. c0 b0 bo'lsa, ya'ni ikkita koeffitsiyent 0 bo'lsa, endi unda ax plus d ko'rinishidagi tenglama kelib qoladi. Bu tenglama oy, y, z koordinatalari tekisligidagi parallel yoki ox o'qiga perpendikulyar yotgan tekislik bo'ladi yoki oy, y, z tekisligiga parallel bo'lgan tekisligini tushunishimiz mumkin. Agar d ham 0 bo'lsa, unda o'sha yz, oy, y, z tekisligida yotuvchi tekislik yoki shu tekislik oy, y, z tekisligi tenglamasi hosil bo'ladi. C va a 0 bo'lsa, unda ko'rib turibsiz, c bu z oldidagi koeffitsiyent, a imiz bu x oldidagi koeffitsiyent ko'rib turibsiz. X va z oldidagi koeffitsiyentlar 0, tenglamamiz by plus d ko'rinishda va mos ravishda bu tekislik endi x, z, ox, z tekisligiga parallel bo'lgan tekislik tenglamasini hosil qiladi. Mos ravishda a va b lar 0 bo'lsa, bu a va b lar x va y lar oldidagi koeffitsiyentlar 0. Shuning uchun bu tekislik ox, y tekisligiga parallel bo'lgan tekislik tenglamasini ifodalaydi. Navbatdagisi d ham 0 bo'lsin, a va b ga qo'shilib, demak unda cz teng 0 bo'ladi. C 0 dan farqli bo'lganligi uchun z teng 0. Z teng 0 degani bu demak ox, y tekisligining o'zi, ya'ni o'sha tekislik bilan ustma-ust tushuvchi tekislik bo'ladi. Mos ravishda 3 ta koeffitsiyent d, a va c lar 0 bo'lsa, demak by teng 0 qolyapti, y teng 0, ya'ni ox, z tekisligi bilan ustma-ust tushuvchi tekislik. Agar d 0 bo'lsa, b 0 bo'lsa va c 0 bo'lsa, unda ax teng 0 yoki a 0 dan farqli bo'lganligi uchun x teng 0 tekislik hosil bo'ladi. Bu tekislik oy, y, z tekisligi bilan ustma-ust tushuvchi tekislik ekanligini ko'rishimiz mumkin. Quyidagi ma'lum shartlarni qanoatlantirib turuvchi tekislik tenglamalari keltirilgan. Demak, m nuqta berilgan bo'lsin, shu nuqtadan o'tuvchi va a, b, c koordinatalariga ega bo'lgan n vektorga
demak ega bo'lgan normal vektorga ega bo'lgan tekislik tenglamasi quyidagicha aniqlanadi. Biz aytganimizdek, demak ikkita vektor hosil qilinyapti va skalar ko'paytmasi nolga tenglanganligi uchun bu vektor hosil, demak tenglama hosil bo'lyapti. Navbatdagi tekislik tenglamasi tekislikning kanonik tenglamasi deb yuritiladi. Ba'zi adabiyotlarda bu sodda tenglamasi, ya'ni bu ko'rinish tekisligimizni grafikini hosil qilish uchun qo'l keladi. Bu yerda demak umumiy tenglamadan bevosita hosil qilish mumkin. Dni o'tkazib turib dga ikkala tomonni bo'lib olsak, quyidagi hosil bo'ladi. Bu yerda abc sonlar mos ravishda x o'qidan, y o'qidan va z o'qidan ajratgan kesmalarni anglatadi. Ya'ni o'sha nuqtalardan kesib o'tayotganligini anglatadi tekislik. Natijada tekislik tenglamasi quyidagicha hosil bo'ladi. Uni chizmasini demak chizishimiz mumkin bo'ladi. Yana amaliyotda 3 ta nuqta berilib, shu 3 ta nuqta orqali o'tuvchi tekislik tenglamasi tuzish talab etiladi. Bu 3 ta nuqtadan, ya'ni bitta yana nuqta olib, ixtiyoriy nuqta tekislikda yotgan x, y, z deb olib, 3 ta demak vektor hosil qilinadi 4 ta nuqtadan. Bu demak 4 talar nuqta ham tekislikda yotganligi uchun bu vektorlarimizni 3 ta hosil qilgan vektorlarimizning boshi va oxiri shu tekislikda yotganligi uchun bu vektorlar shu tekislikda yotgan bo'lib chiqadi va bilasiz 3 ta vektor aytaylik bitta tekislikka yotgan bo'lsa, bu vektorlar komplanar vektorlar deb yuritilardi. Bu komplanar vektorlarning xususiyati shuki, demak mana bu determinant qiymati 0 ga teng bo'ladi, ya'ni aralash ko'paytmasi 0 ga teng bo'ladi. Quyidagicha demak determinant bilan hisoblanadi. Quyidagi tenglamalar bilan berilgan tekislik tenglamasi yasash talab qilinyapti. Demak, yasash uchun kanonik formaga keltiriladi. Uning uchun 8 bu tomonga o'tkazilib, ikkala tomoni 8 ga bo'linadi. Mos ravishda demak koeffitsiyentlar x, y, z oldidagi koeffitsiyentlar mahrajga tushirib yuboriladi. Natijada mana shu kanonik ko'rinishga keldi. Demak, x o'qini 8/3, y o'qini 4, z o'qini 2 degan nuqtalardan kesib o'tuvchi tekislik quyidagicha tekislik hosil bo'ladi. Mana uning grafikini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi masala demak y - z tekisligini hosil qiling, ya'ni chizing degan. Demak berilgan xususiy holga ko'ra demak a koeffitsient bu yerda 0 va shuningdek c koeffitsient, to есть d koeffitsient ham 0 bo'lganligi uchun demak bu tekislik ox o'qidan o'tuvchi tekislik ekanligini bildiradi. Navbatdagi tushunchamiz bu tekisliklar orasidagi burchakni aniqlashga bag'ishlanadi. Demak, ikkita tekisligimiz quyidagi formulalar bilan aniqlanadigan bo'lsa, bizda demak bu tekisliklar orasidagi burchak, phi burchak quyidagi formula bilan aniqlanadi. Demak, normallar orasidagi tekislikning normallari orasidagi burchak ko'rishimiz mumkin chizmadan. Shu tekisliklar orasidagi burchak bilan ustma-ust tushadi. Demak, biz bevosita ikkita vektor orasidagi burchak formulasidan bemalol foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda normallarning koordinatalari bor. Skalar ko'paytma formulasiga qo'yadigan bo'lsak, quyidagi formula bilan ikki tekislik orasidagi burchakni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagisi demak ikkita tekislikning perpendikulyarlik alomati. Demak, skalar ko'paytmasi 0 bo'lsa, ya'ni ikkita normalning yoki quyidagi shart bajarilsa, ikkita tekislik o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Parallellik shartini esa quyidagi ifoda ta'minlaydi. Ya'ni normallar koeffitsiyentlari nisbati teng bo'lishi kerak yoki parallel yo'nalgan bo'lishi kerak. Normallari parallel bo'lsa, tekisliklar ham parallel bo'ladi. Normallari o'zaro perpendikulyar bo'lsa, ikkita tekislik ham perpendikulyar bo'ladi. Chunki normallar orasidagi burchak shu ikkita tekislikning orasidagi burchak bilan bir xil edi. Shuning uchun ikkita vektorning demak normallarning orasidagi burchak bilan xulosalaymiz perpendikulyarlik va parallellik shartlari bevosita kelib chiqadi. Navbatdagi misolimizda ikkita tekislik berilgan, tenglamalari quyidagicha va bu tekisliklarning perpendikulyar bo'lish bo'lmasligi tekshirish talab etiladi. Buning uchun bor yo'g'i normallar yozib chiqiladi. X, Y, Z oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilgan va skalar ko'paytma hisoblanadi. Agar skalar ko'paytmamiz 0 bo'lsa, ular perpendikulyar bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin bu shartni bajargan. Demak, bu ikkita tekislik o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Navbatdagisi ox o'qida demak a 3 kesma kesib o'tuvchi va normali quyidagicha bo'lgan perpendikulyar vektorga perpendikulyar bo'lgan tekislik
tenglamasi tuzish talab etilyapti. Shartga ko'ra OX o'qidan demak 3 kesma ajratsa, demak 3 0 0 nuqtadan o'tadi. Demak, bevosita tekislikning tenglamasidan, quyidagi formasidan u koordinatalarning o'rniga 3 0 0 va normallar o'rniga, demak koordinatalar o'rniga 2 -3 va 1 larni qo'yib, bevosita biz so'ralgan tekislik tenglamasini hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Quyida 4 ta nuqta berilgan, tetraeder demak berilgan uchlari. Uning BCD yoqining tenglamasini tuzish talab etilyapti. Demak, BCD yoqim tenglamasini tuzishimiz uchun BCD demak ko'ryapsiz 3 ta nuqta, bu yerda 3 ta demak vektor hosil qilish kerak bo'ladi. Aytaylik BC, BD va CD vektorlar. Demak, ular komplementlarlik shartidan foydalanib nolga tenglash mumkin yoki berilgan 3 ta nuqta orqali o'tuvchi tekislik tenglamasidan bevosita foydalanish orqali bu tekislikning demak umumiy tenglamasi quyidagicha hosil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi masalamiz ikkita tekislik demak tenglamasi berilgan, ular orasidagi burchak topish talab etilyapti. Yana demak biz normallarini topib olamiz. Normallar orasidagi burchak hisoblanyapti. Demak 0 chiqqan ekan, demak ular perpendikulyar. Quyida foydalangan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan va quyida elektron manzillar murojaat va savollar uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi darslarimizgacha salomat bo'ling.